Keling, sizni bilimingizni tekshiramiz. Bu rasmda nima narsada xatoligini topishga sizga 5 soniya vaqt beraman. Agar siz bu yerda xatosini topgan bo'lsangiz, sizga 5 baho. Agar bu yerda xato nimada deb so'rasangiz, birinchisi bu galstuk rangi. Qora rangli kostyum bilan ko'k rangli galstuk taqilmaydi. Taqsiz yo qizil taqing, yo bordovoy, yo'da qora ham bu yerga yaxshi to'g'ri keladi. Ikkinchi xato bo'lsa, bu odamning umumiy proporsiyasiga yarasha galstuk tugini juda kichkina qilib bog'langan. Bunisi bo'lsa ikkinchi rasm, o'ylayman bu yerda xatoni ko'pchilik topa oladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda qo'pol xato qilingan bu galstuk uzunligi. Qoidasi qanaqa bo'lish kerak desangiz, galstuk uzunligi shimingizni beligacha tushib turish kerak. Xuddi buni men bola taqib olgandek. Undan kalta ham bo'lib qolmasin, undan uzun ham bo'lib ketish kerak emas. Bunisi bo'lsa oxirgi rasm, bunisi sal qiyinroq. Bordovoy kostyum kiyib olgan odamga ahamiyat bersanglar, uni galstuki juda tor bo'lib qolgan. Bu holat qoidasi qanaqa desangiz, siz tanlagan galstukingizni kiymoqchi bo'lgan pidjakingizni yoqasiga, ya'ni shu ikki tarafdagi latkaniga kengligi to'g'ri kelish kerak. Bu holatda bo'lsa, tanlangan galstuk biroz torroq bo'lib qolgan. Yon atrofingizdagilar shunaqa xato qilib galstuk taqadigan bo'lsa, albatta bu yuzini jo'natib qo'yinglar.